Meta kompaniyasining aksiyasi, to есть nimaga aynan Meta va hozirgi kunda investitsiya g'oyasi sifatida berilyapti. Birinchidan, narx 25-yil avgustda eng maksimal tochkasi 794, qariyb 80 dollarda bir dona aksiyasi savdo amalga oshirilgan bo'lsa, aprel oyigacha 550-540 gacha tushib ketdi narx va yaqindagi may va iyun oyida bir oylik накопление, kuchli накопление va u probой berdi. То есть narx darajasi 600 bir buzdi va instrument longovый zonaga o'tdi. Endi nimaga aynan Meta kompaniyasi investitsiya g'oyasi sifatida berilmoqda? Ko'rib turganingizdek, potensial 26-30% investitsiya o'rta muddat va uzoq muddatda potensialga ega. Meta kompaniyasi fundamental judayam kuchli texnik hisoblanadi va texnik jihatdan narx, momentum jihatdan, timing jihatdan hozirgi kunda judayam zo'r narx darajada turibdi. То есть longovый zonaga o'tdi instrument, sotib olish va investitsiya g'oyasi sifatida Meta kompaniyasi 621, mana 635, 640 darajalari 800 gacha potensial mavjud. Hammaga rahmat.